bilib qasddan qilmaganman. O'ldirish niyatim bo'lmagan, uylanish, yashash niyatim bo'lgan ayolimdan. Voqea avvalida erkak bilan ayol bir-biri bilan tanishadi. Ayolning pullari esa erkakni jinoyatga yetaklaydi. Marhumaning pullariga ega bo'lmoqchi bo'lgan sudlanuvchi ayolni bo'g'ib, mudhish jinoyatga qo'l uradi. Ushbu jinoyatni sodir etgan erkak esa 13 yil deganda qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, voqea 2010-yilning kuz oylarida poytaxtimizning Chilonzor tumanida ro'y bergan. Aniqlik kiritilishicha, avtomobil oldi-berdisi bilan shug'ullanib kelgan ayol sudlanuvchi bilan mashina bozorida tanishib qoladi. Erkak bilan birga o'zining Algoritm dahasidagi uyida yashay boshlaydi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida mazkur holat bo'yicha sud ishi ko'rib chiqiladi. Sudlanuvchiga nisbatan hukm esa aynan mana shu zalda o'qib eshittiriladi. Ish hujjatlarida aytilishicha, erkak ayolni $7000 va 5 million so'm pul mablag'larini o'zlashtirish maqsadida jinoiy reja tuzadi va mazkur jinoyatga ayolning xonadonida qo'l uradi. Qilgan aybimga iqrorman, bilib qasddan qilmaganman, bilmagan holda bo'lgan. O'ldirish niyatim bo'lmagan, uylanish, yashash niyatim bo'lgan ayolimdan. Jinoyatni sodir etgan shaxs chet davlatiga qochib ketadi va oradan 13 yil o'tib u o'sha yerda qo'lga olinadi. Sizdan iltimos, qariya onamni borligini inobatga olishingizni so'rayman. Avvalo xalqimdan, yaqinlaridan kechirim so'rayman. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi I bandi va 164-modda 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Va Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida sudlanuvchiga uzr kesil 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.